hozir tanovul qilayotgan mijozlarimizdan borib o'tib olamiz. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Charchamadingizmi? Nima qilmadingmi? Biz hozir bir mijozlarning fikrini bilmoqchi edik. Gapirib berib bilasizmi? Somsalarimiz qanaqa ekan, yo'qdimi? Qanaqa yutuqlari bor, qanaqa kamchiliklari bor? Somsani o'zi aslida birinchi o'rinda go'shtiga baho beraman. Go'shti yaxshi. Ba'zi joylarda yeyman, ichida go'shtdan ko'ra piyoz ko'proq bo'ladi. Mazasi ham boshqacha. Men Toshkentdan uchinchi bunaqa somsa yeyman. Hozir endi har kun yeyapmiz kelib shu yerda. Har kun kunora shu yerda ishlaymiz. Yaxshi. Zo'r. Boshqalarga tavsiya qilasizmi? Kelib ko'rsin. Tavsiya qilamiz. Rahmat aka, rahmat. Ishlaga olma. Mayli, charchamanglar. Yoqimli ishlar. Siz charchamadingizmi? Bir fikr bersangiz, qanday ekan somsa, yo'qdimi, kamchiliklari bormi, yutuqlari bormi? Hopsi to'yimli, mazasiga ham gap emas, ko'rib turibsizlar. Razmeri boshqa somsaxonalarga qaraganda farqliroq. Kelaverasizlar. Boshqalarga tavsiya qilasizmi? Rahmat aka. Bunaqa mijozlarimizning fikri sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiring. Biz kelayotgan ko'proq mijozlarimizdan izohlarni olib sizlarga yetkazib turamiz.